Ota-onasi gapirganda tez jahli chiqib oladigan, lekin boshqalarning oldida sokin, vazmin bo'ladigan odamlar bular noshukur yoki yomon farzandlar emas. Bular yillar davomida shakllangan stressli reaksiya. Bolani agarda his-tuyg'ulari ko'p e'tiborga olinmasa, ko'p tanqid qilinsa, kamroq tinglangan oilalarda katta bo'lgan bo'lsa, bu bolada nerv tizimi doimo tayyor turishga o'rganadi. Aynan shu uchun ham bunaqa inson do'stlarini oldida, begonalar oldida sabrli bo'lishi mumkin. Lekin yaqinlar bilan gaplashganda ular juda ham tez charchaydi va juda ham tez jahli chiqadi. Sababi bo'lsa yillar davomida aytilmagan minglab gaplar, juda ham ko'p eshitilgan tanqidlar, janjallardan qochish uchun udobniy bo'lishga urinishlardir. Miya bularni hammasini eslab qoladi. Tashqaridan hammasi tinch ko'rinsa ham, tanadagi go'yo eski jarohatlar haligacha ochiqdek reaksiya beradi. Agarda ota-ona yana o'sha tanish ohangda gapirganda, sirazu eski mexanizmlar ishga tushadi. Asabiylashish, ichki taranglik, ketib qolish yoki gapni kesib tashlash istagi paydo bo'ladi. Bu mehrsizlik emas. Bu shunchaki charchoq. Har doim yaxshi inson bo'lishdan charchash, ko'rilmagan, kam eshitilgan joyda o'zini majburlashdan orttirilgan charchoq hisoblanadi. Shu uchun ham ota-onasi bilan kam gaplashadigan odamlar shafqatsiz yoki mehrsiz emas. Ular shunchaki o'zlari ba'zir yaratilgan ichki tinchlikni himoya qilishmoqda degani. Agarda shu video 500 ta kommentariy qilsa, men shu mavzuda kengroq va to'liqroq qilib yangi darslik tayyorlayman. Bu uchun siz kommentariyda dars so'zini yozib qoldiring.